Ning 7-de, 8-de mesda deymizmi, joyiga o'tiribmiz. Derazani oldida mana tabiat. Biz Rimdan chiqib ketyapmiz. Juda go'zal, juda go'zal. Shahar suvni ichida. Shahar suvni ichida. Ha, Flora? Flora? Kámoš má fotku, jak byl na tom San Marku, jak chodí na fotku. Eshikga plastikcha qo'ydik. Svet yonish uchun. Bu hammasi shumi sveti? Bu umuman xuddi bir korolevskiga o'xshaydi. Qara. Tumishkalariga qara. Tumishkalari ham chiroyli. Devorlari ham chiroyli ana. Bu nima Mona Lisami? Korolevskiga o'xshaydi. Yo'q, bu shunaqa kartina. Mana Chiroyli mana bu joylari. kartinasi ham chiroyli. Biz San Marko edimi? Biz San Markoni o'zida turibmiz. San Markoni sentriga nimasi olingan. Nima deydi? Otelimiz San Markoni sentridan olingan. Qani pardani ochingchi, qir ko'rinay ekan. Ya parda endi bilmayman. Stolchalarga qarang. Parda qanday U ochiladi? ko'chacha tor ko'chacha-ku, ko'cha ko'rinadi. Ko'cha ko'rinadi. Eski qadimiy joylar. Zo'r-ku. Zo'r. Qadimiy bo'lsa ham biz endi ko'ramiz. Zo'r. Mana bu shifonier ekan. Mana bu nimasi? Baynachasi kirishdan. Mana qo'livoy kollari, unitazlari, vannachalari. Mana bu yerda mana eshikga tirzasiga qarang. Botir aka. Mana tirzasiga. Buni qarangiz ko'chacha. Mana odamlar o'tib qaytyapti. Ana shuncha tor ko'cha. Tamom. Yo, tor ko'chachaga qarang. Ha, suv tarafga o'tibdi odamlar. Suv tarafga o'tibdi odamlar. Ana shu ko'chadan ikki qator bo'lsa ham birrov urilmay ekan. Mana, zo'r joy. Televizorda ko'rasizmi men buni? 15-may tongi Venetsiya juda erta uyg'ongan. Avstraliya va boshqa mamlakatlardan juda ko'p turistlar. Bu San Marko bekatidagi mana shunaqa qadimiy joylar. Kemalar ha yoqqa. Ana qizil koftichkadagi kostyumcha bu Flora. Mana bu bir qismi. İchkarida ham juda katta anjum, nima deydi, inshootlar bor. Bu Venetsiya shahri, suvning ichida Venetsiya, suvning ichida.
Bu faqat ko'z bilan ko'rish kerak. Ta'riflar TVdan, YouTubedan ko'rsatishi siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingizda bir 30% bo'lsa kerak. Buni faqat his qilish kerak, kelib ko'rib. Mana ovqatlari juda chiroyli. Baliqni shuni tozalab berdi o'zi. Sovyapti baliq. Mana osh bo'lsa. Ol. Chig'anoqlarga qara.